Assalomu alaykum. Shabutar ishqibozlari, barbozlar, yaxshimisizlar? Yordamga anjomlayapti. Qo'ldan bekabutar bozordamiz. Bir tane oqlar bor ekan, go'ri bor ekan. Ular aka juftmi bular? Narmi hammasi? Qo'shtiq moda. O'shanda. Bu hamda 150 ming so'mga modani bermaysizmi? Modani 150 ming so'mga beryapti. Nardi-chi nardi? Nardi-chi? 700 mingga bermadingizmi? 700 ming so'mga oqlar beryapti. Kampar. 200 ming? 200 ming so'mga ro'shani beryapti nar ekan. Telefon nomeri aytamizmi aka? Uchirganingiz yo'q-a? Yo'q, bular yurmagan, pochta uchirgan. Telefon nomeri-chi? 33li 275 31 30 ekan telefon raqamlari. Aloqaga chiqasizlar. Tumshalar bor ekan, uchirgani, so'raganlarga bor ekan o'qishdi. Bitta mana uchmalardan bor ekan. Bular nech bilan bular tanlab olishimiz? Har xil 50 ming, 30 ming. 50 ming so'm, 30 ming so'm. Bular dikimi yo? Yo, dik emas. Dik emasmi? Yo, dik emas. Ikkiga o'xshaydi ekan. Turkmen. Nech pul ekan bu turkmenlar? 50 ming. 50 ming so'mdan ekan. Qaysi rasa kuchli uchib turganlardan bu ichida? Bular bilmayman, men olib sotaman. Ha, akamiz olib sotdi. Endi ustiga foyda qo'yib sotaman deyapti. Ma'lum naram chiroylilar ekanmi? Qanchasida bor ekan Tashkentdan bular yo'q boshqachami bu? Tashkentga chatishgan ekan. Telefon nomeri bormi? Yo'q. Ular yo'q ekan, sotamiz. Ha. Yerda ana qizil xachcha, jo'ri qoralar bor ekan mana. Qizil xachchalar juftmi bular? Yo, juvona. Bu juvona ekan mana shu. Juvona, ha. O'sha moda. Nech pul ekan bu moda? Qizil xatga qo'shdi. 100 ming so'm. Nari 200 ming so'm. Ekroni palla orsalaringiz ham bo'laveradi. Uchirgansiz yo'q bularni. Javob. Garantiyasi bor. Uchirib beraverasiz. O'yinlari-chi? O'yinlari ham bor ekan. Uchirib beraveradi. Garantiyalar bor. Telefon nomeri bormi? Telefon nomerim yo'qda. Telefon nomeri yo'q ekan. Lekin seshanba, yakshanba o'zi Sharqon bozorlardan topib oladi. Qoralar nech pul qoralar? Qoralar 100 ming so'm ekan qoralarni. Xudo sog' bo'ling. Hakka palasa. Bular nech pul bular? Oqlar nech pul? Oq mana 150 ming. Oq 150 ming so'm. Pochta moda 400 ming so'm. 50 ming so'm. Qanaqa bulardi? Uchlari qanaqa to'g'rilar? Uchi bo'laydi pochta. Moda-ya. Modami? Pochta moda ekan, uchlariga garantiya bor deyapti. Qas kuchli to'g'ri ichida. Besh nima edi bu? Qarang. Nech pul ular? Ularda men bir kaptar. Mana ham hakkada. Ne sotishyapti ular? 2 soat sotishyapti ekan. O'yinlar bor. Telefon nomeri nechi soat? Telefon nomerim hozir ishlamayapti. Telefon ishlamayapti, lekin seshanba kuni kelaverasizlar. Rashidda to'g'amiz. Kaptarlar chetda chiqadi, sotiladi. Bitta mana Pokistonlar. Sotildi. Nech pul bo'ldi bu? 50 mingdan bo'ldi. 50 ming so'mdan tuman teshyapti, qo'y keltirsin deb. Mana qo'llar akamiz. Donasini 50 mingdan oldingizmi yo'q? Qop bilan oldingizmi 50 mingga? Yo'q, donasini. Donasini 50 mingdan olgan. Mayli aka, ko'pasi sog' bo'linglar. Nechta olding? Nima ko'rdingmi? Ha, u oqlar nechta? Pastda ham mana oqlar bor ekan. Qora. Qorami? Qo'lga olib ko'ring oldi. Setgan churi pastga. Bular jupagana bular, a? Qo'lga olib berdi. Bular jupagana bular. Modasi ekan mana shu. Bu moda nechta moda? Ishlab turgan modalar ekan, jiyaylari ham ko'y ekan. Shular ham. Ve bu sotildimi bu? Nechpul aka, nechpul bering? 2,5 million bermadim, narxi.
2,5 millionga bermabdilar. Asli bu Ularni olib kirasan, Ular. Ya uni 3 qanaqa ulardi? Ne sochadi? Yugurpasan, ko'p Bo'lmaydi. Sana yaptı. Ochi. bo'ldi. Bu turovni olganmi? Ondosi bo'lyapti. Akamiz yangi boshladi shekilli qiziqishdi. Bu yerda mana oqlar, qoralar ham bor ekan. Bular kimdan ekan bular? Sizlardan egalari yo'qmi ekan? Assalomu alaykum. Nasılsınız? Qoralar ham chiroylilar ekan, qoralar. Egalari yo'q ekan. Vitaminlar, dorilar. Acha bering shuni olasiz. Hatta hozir dorilar bilan bir qator ma'lumot berib ketamiz. Don idishlar, suv idishlar, dorilar. Kalsiyalar ham bor ekan bu yerda. Bu issiqqa hozir vitamin berganmiz yaxshimi yo 25 ming. dorilargami? 25 ta bering shuni. Hozir shuni 25 ta bering anandan. Kalsiyalar. bunga 12,5 ta keldi. 12. 37 ta keldi. Orasini, orasini. Nasıl mo'zamni? Kattalar mana tanamon bo'lyapti. Foley qopda olingan kattalar chachilyapti. Kalsiyalar, kalsiyalar nech bu kalsiyalar? 2000 so'mdan ekan mana raqamlari ham bor ekan. Kalsiyalarni 2000 so'mdan sotilyapti ularni. Malollar nimaga edi bulari? Masanga o'sha bo'ladi. Bormi bular vitamin nima bu? Bitta qopga tashlamoqda-da. Ular qanaqa dori edi bular? Shamollashga Shamollashga 2 litr suvga beriladi. Bu ham 2 litr. Anazillar 2 litrga. Bo'tga. Olib bu sepilayotganmi bu? Sepilayotgan, tomizayotganmi? Tomizaydigan ekan bular. Yangi keldi, salmavet. Salmavet. Bu nimaga bu? Tomizdirlar og'ziga. Og'ziga tomizdiriladi. Mashina yaxshi. Nech pul uni? 50 ming dollar. 50 ming so'm ekan narxi uni. Yana qaysi donlarimiz bor? Hozirgi paytlarda. Arabistonda ruslar. Arabistonda ruslar. Bular nech puldan bular? Mana bas. Bular nech puldan tushlar? Nech pul donasi? 10 ming. Donasimi yo 10 pachkasi? ming so'm ekan. 40 ming pachkasi. Vitaminlar mana vitaminlar ham ancha yaxshi ekan. O'zim ham berib chiqqan vitaminlardan zo'r deyapti. Uni ham o'rgatib olganlardan keyin yaxshi ekan. Qopqonlarni sizdan bu ham nech pul? 5 ming sotilishi. 35 ming so'm sotilishi. Uyga o'tirasizlar deyapti. Bu Sarxon bo'ldi. Telefon nomeri necha? Donatni baylab bering. Tushunmadim. Telefon nomeri ayting. Qopqonlarga pulda aka. Qopqon 40 ming, 35 ming qilib beramiz. Nomerni ayting nomer. 88lik 88lik 581 581 71 70 ekan. Aloqaga chiqarasizlar. Qanaqadir og'riqlar bo'lsa, kasallangan bo'lsa, telefon qilsanglar shunga qarab dorilar chiqaraveradi. Vodiy bo'ylabmi yo vohaga ham chiqaraveramizmi? hamma yoqqa chiqaramiz. Hamma yoqqa chiqaraveramiz deyapti. Aloqaga chiqarasizlar. Adolatlarga sog' bo'ling. Paketlar ham, sumkalar ham bor ekan. Bu yerda ham mana savdolar bo'lyapti. Qo'lda qilinmaydi. Bu kaptar uchmaydi. Qo'ysak qo'lda Bu yerda nech pul olib ketdi kaptallarimiz? Kaptarlar qirib. Mana 40 ming so'm. qopib ketyapti. O'ynaydi garantiyalik. Mana ikkita ukamizga bildik. Eng yomonini bildik. Ne soat yuryapti bular yomonlar? Kechgacha yuradi. Ertalab uchirib qo'ysa bo'ldi. Kech payt tushadi. Qon nochsa yo'q. Tushsa, demasam tushmaydi. Demasam tushmaydi. Va qon nochsa ham tushmaydi-ya bular. Hamagar jupi bilan 100 mingga beraman mana bolasi. Akamiz yangi boshladi shekilli sizlarmi? Akamiz mana yangi boshladi. Da. Sotildi. Qaysi nech pul bo'ldi? Kamagarlar jupi bilan. Kamagar, juvonalar. O'zini bermodim 100 mingga. 100 mingga mana kamagarni bermagan ekan akamiz. Aka bering, shoq qizildi. Uka, uni ichiga solib qo'ying. Nari tomonlarga. Kavda necha pul bo'ldi? Yo'q bola. Borini 60 ming oldi.
Ot kaptar bo'lgan ichida. O'lib qoldi. O'lib qolmasini? Ya qiynaverma. Qo'shna bormi? Korobkaga sovoling, korobkada. Mayli. Bularchi bular, kimdan bular? Qarapani pulmish. Aslida bugun talamon biz olib chiqqanda sotalimiz. Bular nech puldan bular? Jup 400 ming aka. Pavlenmi bu? Statli. Pavlen. Manularchi bular qanaqa bular? Sitanetdagi. Bular qayerda gapda qayerdan keldi bular? Marojna keldi. Ha bular. Qayerdan keldi? Qanaqa nima? Namangan o'ziniki. Namangan o'ziniki bular. Yo'q, bular rossiyskiy kaptar. Rossiyskiy kaptar, rossiyskiy kaptarlar ekan. Bularchi bular? Mariya. Bular uchlari qanaqa ekan? Yo'q, bular hamma dekorativ. Dekorativ kaptarlar, tushirgani emas ekan. Telefon nomeri aytamizmi qizlarga? 93lik 671 76 41 ekan. Aloqaga chiqib olasizlar do'stlar. 200 million xarid. Bu yerda mana qoralar, jo'rilar, shinni bor ekan. Bular jupmikan bular? Qoralar jup. Jup nech pul ekan bular? 400 ming so'm ekan mana qoralar. Go'ri nar ekana 150 ming so'm ekan mana go'rina. Manoni ham aytamiz, manoni. Telefon nomeri aytamiz bunga. 97lik 217 41 ekan. Aloqaga chiqib olasizlar do'stlar. Go'rinar ham chiroyli nar ekan. Vitaminlar, kalsiylar. Bular 5 litr bu? 5 litr, ha? 5 litrli, bu 1 litrli. Bu 1 litrli. 40 ming so'm. 10 ming so'm ekan. Bu Bunga arzonroq beramiz. Optimga arzonroq qilib beramiz deyapti. Boshqalarga arzonroq. Bular diskont qilishingiz. Bular hozir kaptarlar, yana nima tovuq, Butun parrandalar. Qushlarga mumkin emas bular. Kanareyka, papugay hammasi. Kanareyka, papugay, qushlar, to'tilarga ham hammasiga mumkin ekan. Tovuqlar, ulgurji bor deyapti. Optim ham chiqaramiz deyapti. Dastlabkasi bor. Dastlabki qayergacha? Butun O'zbekistonga dastlab. Butun O'zbekistonda bo'ylab dastlabkalarimiz bor deyapti. Telefon nomeri necha? Telefon nomeri o'sha 97lik 217 41 ekan. Aloqaga chiqaverasizlar ekan. O'zbekiston bo'ylab chiqaraveramiz deyapti akamiz o'zlari. Salom aytyapti. Baraka sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Qoralar, chillar. Bular kimdan sizlardan bular? Ondan egasi. Separ, oqbosh. Siz Savol ekan. Mana o'sha ham. Javalar o'sha ham. Chillar. siz ikkalasini olib keting. Nech pul aka bu? Ikkalasiga mana shu moda bilan ana modaga 500 ber. Qoragami? Qora bilan oqqa 500 so'mdan qaytyapti. Akam o separ nech pul aka? 1 million. Nara bu? Modami? Moda ekan mana separ ekan, moda ekan. Bosh. Chiroyli moda ekan bu ham, olib turib qo'shadi ekan aka. Bochi Ro'sha narmodan bu. Bu aka, Bochi Ro'sha modamdan bu. 200 ming so'm. Narmi modam bu? Bu ham moda ekan. Bu ham sizdan bu ham. Yettara qora akalar, oqlar telefon nomeri aytamizmi qiziqqanlarga? 88lik 257 8400. Bu chillar jupmi yo narmi? Chillar ham mana qiziqqanlarga ana juplari ham bor ekan. Chil nari mana ham. Figuralari ham tikka ekan mana ko'ringlar. Fikir oyoqlari ham uzun ekan. Aloqaga chiqarasizlar shu hozatda nomerlarni. Qizil xatkalar. Shinnalar ekan bular. Mana ya, sog' ekan.
Ovoz bo'lyapti. Keling hoji aka. Charchamayapsiz tog'a. Chinlar bor mana aka. Bu chinni nechi pul? Narmodan mana. Moda aka. Moda nechi pul moda? 300 mingdan kami bor. 300 ming so'mdan kami bor ekan moda. Mana ko'zi qora ekan, lekin bolosalari zo'rroq chiqarmoqchi. Keyin jalaqudu 490 ekan. Gap kattalar. Bularchi bular? Bular mana qora moda mana qo'shdi. Qora moda. Oqbosh nar. Aka ko'z aka. Bolonlar qizil aka. Qizil hakka. Bu nechi pul qizil hakka? 300 ming so'm ekan. Kami bor 300 ming. Kami bor ekan. Nari yechichinda. To'sh mana 700 ming kami bor. 700 ming so'm ekan. Mana modasi. Ko'p tayyor ekan, juda ekan yaxshi. 1,5 million. 1,5 million so'm. Kami bor. Kami bor ozmoz. Bularchi bular? Bular ham shu 300 ming, 400 ming kami bor. 300 ming so'm, 400 ming so'm kami bor ekan mana. Sizda bor ekan, oqlar bor ekan. Uchirgan yo'q to'g'ri bular, ha? Yo'q, manolar uchgan mana. Manolar uchgan ekan. Chindilar uchgan ekan. Telefon nomeri nechi bor? Modami? Telefon nomeri nechi? Telefon nomeri? Telefon nomeri 90lik 90lik 758 0662 0660. Bu ham sizdan, ha? Chala hududdan ekan, Dilshodbek akamiz o'zi mana. Nasachi nar sizni soch bor ekan, mana. Ko'ringlar do'stlar. Bu narxi nechi bo'ladi nasa? O'zal 220 mingga olishdi. Bu nimadan yo'ldosh akam nomadinglarmi? O'tgan hafta chiqaruvdik. Yo'ldosh akamga narx aytdi. 200 ming so'mga sotilibdi, arzon. Bu yerda mana uchmalardan uchma kapitallardan. Ko'ringlar do'stlar. Hammasini bozorga chiqqanini qo'ldan kelgancha olishga harakat qilyapman do'stlar. Faqat valerdagilar emas. Bular qaysi kuchli uchyapti bular? Nesa ochyapti bular? Ma'lummi? Mana ular deyapti, garantiya bor deyapti. Nesa ochdi mana shu vakil. Shomda tushibdi-mi? Shomda tushibdi ekan, shomda ushalgan ekan, tushgan ekan, shunday bo'lgan ekan. Bu nech pul ekan bu? 50 mingga bermayapti. 50 ming so'mga bermayapti ekan. Jumalardan do'stlar, ko'ringlar, mayda oq narsa ham bor ekan. Yozib bor ekan. Telefon nomeri aytamizmi? Shu bozor sotib ketadi. Bozor sotib ketadi. Sochlar. Oqlar. Bular nech puldan bo'lib ketdi bular? Bular 100 mingdan. 100 ming so'mdan. Bu ham sizdan, ha? Bularchi? Hakkalar nech pul? Hakkalar 100 mingdan. 100 ming so'mdan. Ro'shachi mana? Ro'sha 200 ming. 200 ming so'm. Narmodan bu? Nar ekan. O'sha mana. Assalomu alaykum hojaga. O'sha. Nar oqlar. Sochi juvon ekan mana shu. Telefon nima qilyapmiz? Ishlatyapmizmi? Nomer aytamizmi? Telefon bo'lyapti. Ham chiroyli ekan mana shu narami? Ko'ylari, usulari ham oq, cheylari oq, usulari ham oq ekan do'stlar. Pallari ham chiroyli ekan. Zohakka balasali yo'ri. Juvon ekan bu. Bular nech pul ekan bular? Qizil hakkanda. Sizni olmayman, sizni kapitallarni olyapman. Kaptallar 100 ming, 150 ming. 100 ming, 150 ming so'mdan ekan mana ko'ringlar. Narlar. Naranji tashiryapti. Aytadi shuni. Yerda oq bor ekan, tumshuq qora. Bu qoralardan chibotlari ham bor ekan. Kamollarga o'pdim sizga mana shunday. Kamollarga ham mana. Nimaga sotib o'raman demi? Siz sotsiz ana u. Kamollarga faqat sotgan olib chiqadi. O'shab turmaydi, kerakaniga sotadi. Foydasini bersa bo'ldi. Sizlar Kamollarga sizlar nech pul ekan mana?
150 ming so'm arzon mana siza. 150 ming so'm deyapti. Mana chinnilar ham jip ekan. Qoralar. Balodarmi? Yolda aka bu qora. Modami? Moda ekan qora. 200 beramiz moda. 200 ming so'mga berib olamiz deyapti qora moda. Kampar. Yaxshi moda ekan bu ham. Hozir qoralarda ham bir hozir chiroylari ancha chiqqan yo'q. Bu yerda mana sizga hakka ham bor ekan. Bu sizga hakka. Oğlaga qaysin savdosini qilyapsizlar? Mana narmi modami? Sotildimi? Mana narmi modami? Qaysi? Nar. Sizlar sizga hakka. Qaysi? Sizga hakka. Sizga hakka. Qaysamiz? Qaysamiz. Shu anilik yashim. Uchadi. Bariga menda juda ko'p uchdi. Sotildimi? Nechta sotildi? Bitta. Nech pul bo'ldi? Qizil tosh 40 ming so'm. Qizil tosh 40 ming. Moda. Shulardan. Bu ham cho'ng'ollardan bu ham. O'yla, qora hakka fansda bor ekan. Bular Buni qorasini ayt. buni qora. 20 ming bering aka. 10 beraman, bering. 10 ming so'm. O'zimizniki deb ayt. Keling, bir albatta. Bitta mana kattalar bor ekan. Bular nechlar ekan bular? Tanlab olishimiz. Ha, Tanlab olish necha million olib ketdi bularni? 40 ming so'm tanlab olishlar. Bularni uchiryapsizmi, uchirmagansiz bularni? uchirilmagan. Uchirilmagan ekan bular. O'zi uchirilmagan ekan. Uchirilmagan deyapti. 40 ming so'mdan. Bu ham sizdan-a? Ha, bu ham bizdan, bir xil amal. Uchirilmagansiz bularni? Bo'la o'tirmas. Xolos bo'lyapti. Yalar. Hakka, qora hakka, ro'shalar. Bu nar nech pul ekan buni? Qora hakka. Bu qizil hakka bilan chiqqan ekan-a? Ha, qizil hakkadan. Qizil hakka bilan qora hakkadan chiqqan ekan. 100 ming so'm ekan. Alo, qo'shtin narchi qizil hakka. Yo'llash aka, hech bir hakka qizili. Bu hakka 200 ming. 200 ming so'm. Qora modachi? Qora moda 150 ming. 150 ming so'm uchyapti shekilli gelasan, ha? Uchadiga. Ya, tushadi. O'shadan. Yo'llash aka, nasachi bir sotib olsizlar 200 mingga. Qaysi? O'tgan hafta olib chiqdik-ku, o'natdagi. Oqmi? Ha, oqmasachi bir nar. Sotib ol. 200 ming so'mga arzon sotib olibsan. Yo'llash aka, foydasi bo'lsa beraverasiz. Qanday foydasi bo'lsa, yo'llash aka beraveradi. Yo'q. O'zi olaveradi-ya. Qancha foydasi sotaveradi. Bu-chi bu nar? 150 ming. 150 ming so'm ekan-da. Bu qanaqalardan chiqqan ekan-a? Bu Mallavoshlardan chiqqan ekan bular. Yo'llash aka, telefon ishlatmayapsiz? Yo'q. Ular yo'q ekan, lekin mana shu nardan ham chiqarib olsa bo'laverar ekan do'stlar. Joyda ochib olyapti. Kattalar ham bir qator syomka qilib ketamiz do'stlar. Bu tomonga kattalarni ham oldik. Mana yangi qapaslar ham chiqdi. Qaysi sotildi? Buni oldik-a buni. Ha. Yo'llash ekanlar edi, bu sotildi. Bu qapas nech pul ekan bu qapasni? Qapasni 300 ming so'mga ana qapas sotaveramiz deyapti. Bular ko'pincha nimalarga solsak bo'ladi, Husan aka bularni? akanga ham bo'laveradi, cho'jaga, sovuq, hammasiga universal. Universal aka mana akanga, cho'jalarga olaveramiz deyapti. Narxini 300 ming so'm beraman deyapti. O'zim ikkita oldim, katta ham oldim, qapaslar ham oldim. Endi mana uni ham bir qator joylar mana do'stlar, qonlari ham bor. Bunlari ham bor, mana pasta eshiklari ham sig'ilgan ekan.
pastdan ochib qo'yaverasizlar, mana ko'ringlar. Kelib chiqib yuraveradi. Opasizlar, mana katta eshigini ham ochib turib, ichkariga kirib turib, kaptarlarni ushlasizlar bo'ladi. Mana gimnastoylarni ham ko'ringlar. 15 ta gimnastoy bor ekan. Tepasiga mana ko'ringlar, tepasida kaptarlarni ushlasizlar bo'lar ekan. Eshik ochilar ekan, tepani bosinglar ochiladi, bir juft tashlab qo'yasizlar. Suplagandan keyin olib turib yog'iga chiqarib yuborasizlar ekan. Chiroyli ekan mana. Havo ham bitta olmay kelib, tomonlardan ham mana chiqib turar ekan. Eshiklarni yopib qo'yamiz. Pastdan agar qo'rqsalaringiz mana tepalaridan ham ochib qo'ysalar bo'ladi. Tepalaridan chiqib tushaveradi. Pastlar kuchi chiqsalardan keladi deb qo'rqsangiz, mana tepalari ham zo'r chiqib turgan. Bu tomonlarda ham mana katta ham zo'r chiqibdi bular. Ko'ringlar. Eshiklari ham tepadan ham ochilar ekan. Ochib qo'yaverasizlar, kelib chiqib yuraveradi. Boshqa shuni yopamiz, bunisini ochamiz. Mana eshiklarni ham ko'ringlar, ochib yopilishlarini. Yengil ochilyapti, oson ochilyapti. Mana ko'ringlar, mana qafaslarni. Bu yerda yana 15 ta benzoylari bor ekan do'stlar. Ko'ringlar, qo'noqlari ham chiroyli chiqqan. Bola olgani lekin katta zo'r chiqdi. O'zimga ham yoqdi bu katta. Kattalar oqlari bo'lsa, yo'li yosh kattalar bo'lsa, tepalarga tushgani qiynalishadi. O'zimda ham bor, tepaga tushgani qiynaladi. Ularga bemalol kelib chiqib, tuxum qo'yib bolalagani yaxshi zo'r ekan kattalarimiz. So'mboy aka, bu nech pul edi bu? So'mboy aka, kattamiz nech pul edi? Buni sotilishi 800. Bo'lishi 800 ming so'm. 15 ta ginizoy bor. 15 ta ginizoylari bor, 800 ming so'm. Narx ma'lumotchi? Oxiri 1,5 million. Oxiri 1,5 million so'mga qilib beramiz. Tepada juflaydigan xonasi bor, tepada yana portichkasi bor. Tepada ham portichkalari ham bor. Yaxshi, to'g'ri. Steyonda mahmud bor, ochib yopiladi. Bu mahmudlarni mana bir tomondan olib ko'rsatib ham qo'yadi do'stlar. Ichkaridan oldi mana havo aylanishga qo'yadi. Yopib qo'ysalar ham bo'lar ekan, ana. Tepadan rosti bor. Qaytarib qo'ysalar bo'ldi. Havo tuyda qish kuniga yaxshi. Yozgi kuniga havo aylanib turgani yaxshi. Havo aylanmasa kattalar ham kasal bo'lib qolyapti hozir do'stlar. Mana ochilishlari. So'mga telefon nomer aytamizmi? Necha? Ikkada mana ikkasi bor ekan. Aloqaga chiqib ko'rasizlar do'stlar. Yana 93 95 271 61 10. Ekanga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana qo'ras kattalar mana hammasidan bor. Aloqaga chiqib ko'rasizlar do'stlar. Kabutosh bozori, Pavlodda yaxshimisizlar? Sizlar bilan Hollandiya Kaptar bozorida bo'ldi, 6-syomkalar bo'ldi. Hammalarga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'linglar do'stlar.